Assalamualaikum yurttaşlar, kanalımıza abone olsanlar bize Güllenski'demiz. Yolun boyunda 4 etaj domumuzda 4. etajında bir xonamimiz satıb qoyuldu. Lokasiya yaxshilab e'tibor beramiz. Bu yerda 7 avtobusumuz yuriydi. Yan tarafimizda borsanızda svetofordan chap tarafda park. Doğru yetib o'ngaylasanızda daritalam olib chiqadi. Urduyunuzdan olib chiqadi yurttaşlar. Yan tarafimizda Rayhon bozor taraf, Cho'pal kassa, chap aylansanızda bu yan tarafı Narxozuyunuzdan olib chiqadi. Yana o'ngaylasanızda Arxiv Mexabarti tarafı olib chiqadi. Yurttaşlar muvaqqat like paysalsalar bilan bizdan poddeşiyat turma birgalikda yurib chiqamiz. Ketdik. Yurttaşlar 4-chi etajga yetib keldik. Yurib to'lmasdik. Har etajimizda 3 xonadan bor. Bir xonani yurib chiqamiz. Ko'cha eshiklardan sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizda yana shunday koridor. Yan tarafımda yine yurttaşlar bilsangizlar ko'p odamlar kuxnini bir yere ko'chirib yuribdilar. Xalosazlar bir yere kuxnini ko'chirib, yana bir yere suvlarimizni ham yeb turibdi po'lni. Ayağını desk komta etib qo'ysa, 2 xonasi bo'ladi po'lni. Sanuzilimiz kuxniya, yan tarafimizda xonasi bo'ladi. Birinchi chetdan tushuntirib boraveramiz esa. Yurtda olmaz yine birini olib tashlab remont etishsaklar, kuxnini bilan ko'chirsangizda 2 xona bo'ladi. Ko'cha eshigimiz 2 eshikli. Ko'cha eshigimiz sifatli eshikdan qo'yilgan ekan. Remont talabi yurttaşlar elden aytib o'tamiz. Bir de yine ayak tiramiz kafel. Aristonumuz var yine görüp tonlarız değil. Ortaça holatda uyimiz. Yan tarafımızda kuxniyası. Aynalarımız almaşkan. Dik yolun üstündeki dom yurttaşlar görüp tonlarız yine. Şunday holatda. Dik yolun boyuna görüp tonlarız yol görünüp turibdi. Lokasiyamiz zo'r, Darital, Urduyunuz, Narxozuyunuz tam yaqin, o'rtalikda joylashgan. Yan tarafimizda yana glavniy zal joyimiz. Aboydan chiqqan ekan birimiz, potoqlarimiz aqlangan. Oynalarimiz almashtirilgan. Yurtdagi ochiq yozgi balkonimiz ham bor. Yo'lni bo'yinda yana yana yetsangizlar, Urduyunuzda yetasizlar, yana yetsangizlar Narxozuyunuzda yetaverasizlar, yaqindan biri. Yurttaşlar narxına geladigan olsak 215 milyon deb turibdilar. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizda bergan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Mezar rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.